Kottejlarni ko'ryapsiz, juda chiroyli qilib qurilgan. Siz ham agar xuddi shunaqa kottejli quraman deydigan bo'lsangiz, bugun bizda yangi obyektimiz chiqdi. 592 fasadimizning razmeriga keladigan bo'lsak, 19 metrli mana shu xonadonimizda joylashgan joyi bo'lsa, Sergeli, Qumariq, Alisher Navoiy mahallasida. Oldi tarafida передовой territoriyamizda qilingan. Bemalol bitta-ikkita mashina qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Fasadimiz ham 19 metr, ikkita uy bemalol chursa bo'ladi. Hovlimizning ichiga shundoq kirib keldik. Mana vremyankamiz tayyor. Bu degani kadastrimiz tayyor degani. Bir kunda shundoq kelasiz, nomingizga o'tkazib beriladi. 18 misol uchun mana 18 metrga ham yaqinda 18 metrli fasadga ham ikkita xonadon qurishdi. Bu uyimizning fasadi bo'lsa 19 metr-ku, bemalol ikkita chiroyli proyekt chursa bo'ladigan xonadon bo'lgan. 592 sotixli xonadonimizni narxiga keladigan bo'lsak, aka bizni har bitta videomizda xonadonlarning narxini aytib boryapmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 sotixi uchun 29 ming dollar so'ralyapti. Qo'ni qo'shnilari 30 ming 35 ming so'rab turganlar ham bor. Bu joyimizni bo'lsa 29 ming dollar so'ralyapti. Primoy, o'rtada hech kim yo'q, joyi egalarini telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Bemalol bizning nomimizdan murojaat qilaverasizlar.